uchta kichkina zuvladan bir tog'ora qovurma chuchvara yegila kelib turgan bo'lsa, unda bu video aynan sizlar uchun. Bugun Qo'qonda Toshkentcha qovurma chuchvara menyuda qilish kerak edi. Men ham chuchvaram professionalga murojaat qildim. Vakansiyalar bu jonajon qo'shnimiz bo'ladilar. Ularga ham ideyam yoqib, yo'q deb rozi bo'ldilar. Shu bilan ishga tushib ketdik. Bilsanglar, agar ko'pchilik faqat shpenat ishlatadi, biz kompleks vitamin qilib otquloq, yalpiz, shpenat, jag'jag, ko'k piyoz, oddiy piyoz qo'shdik. Chuchvaralarni turgan bitgan organik bo'ladi. Endi xamirimizni tayyorlashga o'tamiz. Liq bo'lgan namokop suvga ozgina margarin qo'shib olsanglar, xamiringlar yana ham mazali chiqadi. Tuxum qo'shib o'rtacha yumshoqlikda xamirimizni qorib olamiz. 3 zuvalaga bo'lib tindirgan olib qo'yamiz. Ungacha o'chog'imizni yoqib, qozonimizni qizdirib, nachinkamizni tayyorlab olamiz. Qizib turgan yoqqa piyoz qo'shib, tillarang bo'lguncha qo'yib olib, ketidan hamma ko'katlarimizni qo'shib olamiz. Ziravorlarni solib, pishirib olamiz. Oxirigacha pishirish shart emas. Ko'katlarimizni bo'lguncha endi xamirimizga o'tamiz. Shunaqa 3 ta zuvalamizni katta qilib yoyib olamiz. Lenta qilib kesib olamiz, keyin o'rtacha shaklda shunaqa to'rtburchak qilib yana boshqatdan kesib olamiz. Va tugishni boshlaymiz. Buni qaranglar, qanaqa chiroyli chiqdi. Tan olaman, menda bittada bunaqa chiqqani yo'q. Ularga tan bergan holatda men chuchvaralarni qovurishni boshladim. Qizib turgan yoqqa oz-ozdan chuchvaralarni solamiz. Tillarang bo'lish bilan ko'tarib olamiz. O'rta olovda qovuramiz. Chuchvaralarimiz bo'lguncha sous tayyorlab olamiz. Pomidorni qirg'ichdan chiqarib, kashni solamiz va chesnok, tuz urish tabiga ko'ra. Buni qaranglar, qanaqa chiroyli chiqdi. Kadr ortida qancha mehnat qilgan qo'llarni bilganinglarda edi. Bitta vakillar qizg'anmagan bo'lardinglar. Chuchvaralarni bitta biz yesak uyat bo'ladi deb, rozador qo'shnilarimizga ham ulashib chiqdik.